Do'stlar, hammaga salom. Bu Oddiy odamlar podkasti va bugungi mehmonimiz Aziz aka Abdumajidov. Aziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaqtingiz uchun rahmat, kelganingiz uchun. Rahmat. O'zingizga ham. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin shu mavzuga o'tsak. Ismim Aziz. Digitalda 5 yildan beriman, xudo xolasa. Digitaldan oldin sotuvchi bo'lib ishlaganman. Telefon sotganman. Undan keyin copywriter bo'lib ishlaganman va shu orqali sohaga kirib kelganman. Hozir o'zimizning agentligimiz bor, Foyda marketing agentligi. Akbarjon aka bilan nima deydi, boshlaganmiz. 30 ga yaqin xodimlar, 25 dan ortiq proyektlarimiz bor. Mashhur proyektlardan eshitgan bo'lsangiz kerak, shu Crafers, Vero, UPG, ya'ni ko'p proyektlarimiz juda ham katta brendlar va mana hozir siz bilan gaplashib o'tirdik. Biz haligacha bir xillarni afishirovchi qilmaganmiz, ko'rsatmaganmiz. Asosan nima sotamiz biz bozorda? Biz SMM sotamiz va performance marketing sotamiz. Shu bilan o'zimizning mijozlarni savdosiga, mashhur bo'lishiga yordam beramiz. Undan tashqari shaxsiy brendimiz bor. Bir emas, ikkita profil. Bir yilda 2 marotaba mentorlik qilib turamiz. Bu chista nima deydi? O'zimizning skilllarni, bilimlarni oshirish uchun ko'p odam yig'maymiz uzoqdan. 15 ta odam yig'sa kerak har safar. Вот shunaqa. Nima deydi? Skromni yuramiz deydi. Xo'p, hozir 5 yildan beri digitaldaman dedingiz. Bu как раз SMM rivojlanayotgan paytdan kirgansiz уже, to'g'rimi? Da. 2019-yil. Sekin start o'tgan bo'lgan. Endi savolda SMM o'sha payt, masalan 2020-yil, 2019-yil hozir nima farqi bor? Вообще колоссальный farqi bor. Oldin biza misol uchun men SMM kirib kelgan paytim faqatgina rasm, faqatgina target, nima deydi, axlatlar haqida deyarli o'ylanmasdi. Ya'ni bu qanaqa bo'lardi? Oddiy mana Elmakonning sistemasini aytib beraman sizga. Men ishga kelardim. Kunlik bizning ikkita postimiz bo'ladi. Bitta postimiz sotuvchi post, bitta postimiz ko'ngilochar post. Ya'ni ko'ngilochar qanaqadir kreativniy rasm bo'lishi kerak edi, sotuv posti telefon narxi bilan qo'yardik. Har kuni soat 3 dan 5 gacha shu sotuv postini targetga qo'yardik. Bo'ldi. Ko'pincha odamlar shunaqa ishlardi. Keyin yana bilsangiz, anaqa bo'lardi. Bir xil shaxsiy brendchilar, endi o'tpay shaxsiy brend deyilmasdi, o'sha biznes egalari, bir xil kompaniyalar bir xil qilib o'zini profilini oformich qilib qo'yardi. Ya'ni rasmni chastlarini bo'lib post qilib, bilmadim nima yo'q qilingan. O'sha payt ham cringe edi, hozir ham qanaqadir g'alati hissiyotlar uyg'otadi mana bu narsa. Вот. Oldin rasmlarga katta upor berilardi. Lekin men shuni eslayman, endi bu kak hozir manmanlikdek tuyulishi mumkin, lekin biz уже 2021 oxiri, 22 ni boshida videolar qilishni boshlaganmiz. Ya'ni u payt hali bo'lmasdi Reels. Reels degan понятие bo'lmasdi. Reelsga ko'proq axvat berilardi demasdi. Prosta bizada nima bo'lgan? Omadimiz birinchidan jamoa juda ham дружный и kreativniy bo'lgan. То есть bizada o'sha rasm postlarimizni qo'yib yurursak bo'lardi. Prosta давай что-то больше сделаем. Ya'ni nimadir ko'proq qilaylik degan fikr bo'lardi. Plus juda ham katta upor bo'ldi, ya'ni juda ham katta yordam rukovodstvom поддержкасы bo'lgan. Ya'ni o'sha Elmakondagi rukovodstvomiz juda ham ko'p ideyalarimizga xina derdi. Даже bu o'sha paytdagi katta summalar bo'lsa ham. Misol uchun mana bunaqa byudjet kerak, mana bunaqa video olmoqchimiz. Давай. Hech qachon bo'lmasa, что o'sha videoni natijalari yomon bo'lsa yoki undan hech qanaqa foyda tegmasa, bizani yig'ib turib salla bir tiyin salla deyilmasdi-da. Ya'ni bu baribir juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'lgan o'sha payt. Hozirgi darajaga yetishimizga ham nima deydi, fundament bo'lib bergan. O'sha payt biz videolar qilishni boshlardik. Videolar ma'nosi qanaqa bo'lardi? U payt endi ko'p videolar bo'lmagan, Vinerlar bo'lgan. Vinerlar endi start olishni boshlagan. U payt biz kinolardan parchalarni ko'chirardik-da, o'sha telefonga moslab qo'yardik. Ya'ni o'sha telefonga moslab ssenariy yozardik. Ya'ni videoni tashlab qo'yaman, bir ikkitasini sizga qo'yarsiz. Juda ham bir prikol eslasam hozir вообще g'alati bo'lib ketaman. Вот. Keyin bu narsa menimcha shu 22 ni oxiridan kirib keldi уже Reels.
keyin уже bunda biza подготовленный edik. Ya'ni har tomonlama tayyorlangan edik, chunki oldin videolar qilganmiz va bizga birdaniga videolarimiz uzun bo'lib qoldi. Va shunda biz yutib ketdik. O'sha paytda bizda katta skachok bo'ldi. Ham jamoa sifatida, ham o'sha Elmakon proyekti uchun esimda bor. O'sha hamkor kompaniyalar ham bizga iltimos bilan chiqardi. Давайте bunaqa video olamiz. Biz senga полный byudjet beramiz. И shunaqa bo'lganki, даже уже 23-24 lar уже hamkor kompaniyalar bizga o'zi pul berishni boshlagan, что biz video olishimiz uchun. Ya'ni marketing отделi отдельный dunyo sifatida o'zini o'zi qoplashni boshlagan. Tushunishingiz uchun. Menimcha hech qaysi hozirgi даже kompaniyalarda ham unaqa emas. Ya'ni To'g'ri. shunaqa bo'lardi. Endi farqiga keladigan bo'lsak, farqi hozir что hamma content making ga o'tib ketdi. Content making iborasi ham o'zi Reels'dan chiqib keldi. Ya'ni Reels making, keyin Reels o'zi nima? Content making. Hozirgi farqi shu. Oldin rasm, hozir video. Va undan tashqari hozir уже Instagram qanaqadir bir fan sifatida ko'rilyapti. Men sizga aytaman. Men bundan oldin gaplashganimizda hali kamera o'chuvligida aytdingiz, video qiziq bo'lsa bo'ldi. Aslida shunaqa. Birinchi core obyekt, ya'ni birinchi o'rindagi vazifa content maker deylik. Birinchi o'rindagi vazifasi bu videoni qiziq qilish. Aslida shunaqa qilsa bo'ldi, уже hammasi tsepочка bo'yicha ketadi. Lekin videoni qiziq qila olmasa-chi, уже bu yo'q algoritmlar o'yini ketadi. Ya'ni hookies kuchli bo'lishi kerak, call to action yaxshi bo'lishi kerak, face ga ko'p narsa bog'liq. Shu narsalar уже nima deydi, professional darajada odamlar tomonidan o'rganilyapti va mana shu algoritmlarga tusha olsangiz ham, videolaringiz qiziq bo'lmasa ham tushib ketyapti. Oddiy misol, men sizga aytaman, men algoritmga grubi qilib aytganda tufurib qo'yadigan odamlar turi bor. Bu yana o'sha vaynerlar. Bular videoni juda ham qiziq qiladi. To'g'ri. Ular videoni xalqbob qiladi, jiza deydi-ku. Ya'ni siz o'sha bolaligingizda bo'lgan qanaqadir hodisalarni, oilangizda bo'layotgan qanaqadir kundalik muammolarni ko'rasiz-da, u hook bormi, tam call to action bormi, orada ssenariyni to'g'ri yozganmi yo'qmi, sizga farqi yo'q. Siz maza qilib u videoni ko'rasiz, do'stlaringiz bilan bo'lishasiz, smayliklar qoldirib ketasiz, bo'ldi. Algoritm uchun eng asosiy bo'lgan narsalarni o'zingiz bilmagan holda qilib qo'yasiz. Bo'ldi shu. Tushunarli. Xo'p, hozir savol yana boshqacharoq beraman. SMM vazifasi oldin nima bo'lgan, hozir nima? Tak. SMM oldingi vazifasi bu brand awareness bo'lgan. Brand awareness bo'lgan, sotuvga unchalik katta kuchli upor berilmagan. Kuchli upor berilgan qaysi kompaniyalardagi, qaysi kompaniyalarda pul ko'p bo'lsa. Ya'ni oldinlari target nastroykalari, Instagram algoritmlari, hozirdagi lead generatsiya va trafik olib kirish unchalik nima deydi, chuqur o'rganilmagan bo'lgan. Bo'lmagan ham desa bo'ladi bu narsa. Aytaman, biz o'sha har kuni target yoqardik, bo'ldi. U targetning natijasi bizga direktga odamlar yozishdi, все. Hozir nima? Hozir bu bir katta nima deydi, fanda. Отдельный o'sha trafik bo'yicha menejerlar bor, отдельный target bo'yicha odam bor, targetga ssenariy yozadigan odam borda, yana u targetga ssenariy yozadigan odamdan real ssenariysi отделяться qiladi, ya'ni ajratiladi, tushunasizmi? To есть bu narsa уже chuqurlashib ketgan. Oldingi vazifasini brand awareness deylik, hozirgi vazifasi savdo. Men o'ylayman, hozir siz xo'j har bitta videoyingiz million prosmotr bo'lsin, no agar biznesga siz SMMingiz savdo qilib bermasa, savdoga yoki trafikka odam olib kelib bermasa, sizdan katta ehtimol bilan mijoz отказаться qiladi. Ya'ni mijoz sizni katta ehtimol bilan ishdan haydab yuboradi. Hozir mana shu gapingizga masalan savdoga viloyat qilish kerak deyapsiz. Ko'p SMM ishchilar masalan Instagramda ham yoki hozir Threads aktualniy bo'lyapti, o'qiyman. SMM-щик не должен влиять на продажи, deb aytadi. SMM-щик должен просто как бы показать, что вы есть и все. Siz borligingizni ko'rsatib berish kerak. Bu to'g'risini aytaman, bu o'zini ustida ishlamayotgan odamning bahonasi deb o'ylayman. Chunki mana o'zi marketingga olaylik. Marketingni bitta kanali deb bu SMM. Marketingga natijasi, marketing o'zi vazifasi nima? Nimaga biznes egasi marketing o'ziga podключить qiladi? Shundan boshlaylik. Mana siz biznes egasisiz. Sizning bir kompaniyangiz bor. Aytaylik, siz pilisos chiqarasiz.
Changyutgich o'zbekchasi. Juda ham ko'p ruscha gapiryapman. Changyutgich chiqarasiz. Siz o'zingizni savdoyingiz bilan marketingsiz oyga 100 ta sotasiz va har oy sizda 100 ta skladda qolib ketadi. Siz nima qilasiz? Keldingiz, men ozgina o'zimga investitsiya qilaman va qolgan o'sha skladimdagi mollarni qolganini ham sotib yuboraman. Ya'ni savdoyimni ko'taraman. Tam 100 ta emas, 150 ta soting oyga yoki 100 ta emas, 200 ta soting. Hop, siz marketologni oldingiz ishga. Marketolog SM menejerni oldi. Bularning vazifasi nima? Sizni tanitdi. Hop, tanitgani bilan sotmasa nima foyda? Oddiy sizga misol. Qaysi birini sizga misol qilib aytsam bo'ladi? Ismini aytolmayman, the brand bor. Juda ham ko'p shu hazilomuz videolarda bachkana, hashaki blogerlarda reklama berdi. Menimcha kompaniya ham 1,5 yil davomida sushi sotib qildi, ya'ni 1,5 yil davomida umr ko'rdi. Hamma brendni bildi, hamma u brend ko'rdi, mashhurligini bildi-da, lekin savdo bo'lmadi, yopilib ketdi. Ya'ni brand awareness bilan savdoni orasida farq bor. Ha, bir xilda bu narsa bir-biriga chambarchas bog'liq, lekin har doim emas. Prosta hozir siz tanitganingiz o'zi yetarli emas. Mijozni olib keltirish kerak, mijozni qiziqtirish kerak. Uni xaridgacha bo'lgan protsessini siz qo'yib berishingiz kerak. Mana oddiy misol, hazil bor-ku, har doim sotuv menejeri bilan marketing otdeli urushadi. To'g'ri. Shunaqangi joylar borki, что marketing otdeli lidlarni beradi, bo'ldi, sotuv menejeri bilganini qilsin. Unaqa emas. U noto'g'ri pozitsiya. Marketing otdeli lidlarni bergandan keyin sotuv menejeridan feedback olish kerak. Nechtasi sifatsiz, nechtasi sifatli. Bizga kerakli regiondanmi klient, вообще qanaqa ketyapti? Ya'ni qanchalik ko'p analitический данный bo'lsa, shunchalik yaxshi. U feedback olgandan keyin shunga qarabgina targetni nastroyka qiladi, kreativlarni o'zgartiradi, balki вообще face ni o'zgartirish kerakdir, ya'ni videolarda chiqayotgan odamni. Tushunasizmi? Bu narsa bo'lmasa, agar siz boy o'tayotgandagi SMM faqatgina brendni tanitib berish bo'lsa, u anu gapda bitta maqol bor edi o'zi. Eshigim loydan o'tdi degan gap bor. Bo'ldi, meni ishim yo'q, tip. Men ishim bitdi, u yog'ini o'zing qillaring. Это уже bu mas'uliyatsizlik. Bu уже qanaqa desa bo'ladi? Просто berib qo'ydingiz и всё. Ради галочки qo'yding bu. Da. И unaqa mutaxassis uzoqga ketmaydi. Realni aytaman. Mana hozir bizani katta yutug'imiz ikkita narsa. Bu birinchisi kommunikatsiya, ikkinchisi har bitta kirgan proyektimizda realni jon kuydiramiz. Misol uchun bizani ishimiz bo'lmagan ishni ham qilamiz ko'pincha. Branding sotmagan bo'lsak ham ba'zida branding qilib beramiz. Yoki misol uchun oddiy SMM sotgan bo'lsak ham bir xillari kirib call centerni tekshirib beramiz, ya'ni отдел kontrol качества sifatida, tushunasizmi? Biz chunki bilamiz, ko'p kuydik bu narsadan, SMM o'zi qilish yetarli emas yoki даже bir xillar marketing o'zini ham qilish yetarli emas. Biz bildik, что qanchalik ko'p ishlamoqchisan proyekt bilan, shunchalik sen uni bir qismi bo'lib ketishing kerak. Bu endi bu degani siz xo'jayin bilan borib choyxonada o'tirib, nima deydi, qizlar haqida gaplashishingiz kerak degani emas. Prosta ishga bo'lgan mas'uliyatingizni ko'proq qilishingiz kerak. Ko'pincha mana kuzataman, mana men kirdim, bu proyektni qilyapman, bu proyektni qilgandan keyin mana ishni menga yuklab qo'yishdi, bu meni ishim emas deyshadi. Xo'p, bu seni ishing emas, ko'rib chiq. Misol uchun haqiqatdan ishi bo'lmagan joylar bo'ladi, lekin bir xil ishlarni bunga aloqasi bo'ladi. Misol uchun, ko'pincha kompaniyalar sayt qiladi. Sayt qilgandan keyin u saytni qilib berib, saytni o'sha qilib bergan odam ishdan o'sha o'yindan chiqib ketadi. Bu yog'i o'sha marketing bilan o'sha biznes egasini o'ziga qoladi. Sotuv menejerlariga qoladi. Klient olib keldi, sayt ishlamayapti. Sayt nimaga ishlamayapti? Nima baglari bor? Nima qilish kerak u bilan? Ответственный odam, mas'uliyati bor odam, proyektga grup говоря qo'yib qo'ymagan odam tekshiradi. Nima bo'lyapti? Nimaga bu saytdan sotuv bo'lmayapti? Misol uchun, tasavvur qiling, 10 mingta trafik olib kirdingizda, bitta ham sotuv bo'lmadi. Anomalnida bu, yoki misol uchun 5 mingta olib kirdingiz, 200 ta olib kirdingiz deylik, baribir. Juda ham anomalniy narsalar bo'ladi. Bir xillari, mana holatda 100% ayb o'sha ikkinchi tomonlama bo'ladi va siz o'zingizni nima deydi,
bu o'yindan chiqib ketmagan holda kirib tekshirib nima bo'lganini ko'rib berishingiz kerak. Даже o'zingizni aqlingiz, bilimingiz yetmasa ham tanishlarni podключить qilish kerak, networking qilib. O'zingizda shunaqa keyslar bo'lganmi? Qaysidir proseslarga, masalan, o'ziga tegishli bo'lmagan proseslarga masalan aralashish kerak bo'lgan yoki misol uchun qilyapsiz, siz tarafdan berilgan hamma ishni qilyapsiz, в принципе, idealniy deyapmiz, lekin baribir rezultati yo'q. O'shanda qanaqadir aralashib turib, qaysidir masalan kompaniyaning ichidagi strukturada yoki boshqa otdellarni nima deydi, ishida qanaqadir kamchiliklar borligini, o'shaning uchun konkretniy primer bormi sizda? Bor. Jamoada ko'p bo'ladi bu narsa. Biz даже bu narsani brief, ya'ni o'sha mijozga brief berganda bilamiz, что ko'pincha bu mijozda yoki bu kompaniyada marketing kirgungacha bo'lgan protsesslar ham hali yo'q. Masalan, oddiy HR muammosi, ishga olish. Aytmayman, endi proyektlarimiz xafa bo'lib qolishadi. Yaqinda bitta proyekt olganmiz, 2 oymi bo'ladi. U proyektda o'sha texnika sotuv bilan shug'ullanishadi va u proyektda tushunishingiz uchun sotuv otdeli qurilmagan umuman. Lekin biznes egasini maqsadi texnikani именно через Instagram sotish. Biz unga direktga xohlaganicha odam olib keltirib berishimiz mumkin. Haqiqatan texnikada endi o'zimiz ham oldin ishlaganmiz, qanaqa natija qilishni bilamiz. Birinchi oydan sразу videolarimiz 400 mingta, 1 millionta bo'lishni boshladi. Kimdir qarovimiz direktga hech kim qaramayapti. Не то что там звонки, все такое, вообще direktga hech kim qaramayapti. Keyin o'sha bitta xodimimiz bor, Aziz aka, juda ham bir ответственный odam, salom, agar ko'rayotgan bo'lsangiz. O'sha odam просто o'zi ishi emas uni. Ya'ni bizning ham ishimiz emas, biz unga kelishmaganmiz, senga odam topib beramiz. Просто o'zini bazasidan oldin ishlagan baribir sotuv menejerlari bilan bazasini oldida telefon qilib chiqib 2-3 ta odam topib berdi. Hozir ular direktga qaryapti. Bu mana juda ham свежий misol. Adashmasam o'sha ikkitadan bittasi уже даже nima deydi, как бы bitta уровеньga ko'tarildi, bittasi ishdan bo'shab ketdi. Ya'ni bu yana davom etyapti. Undan oldin ham juda ham ko'p bo'lgan proyekt. Ya'ni bu narsa bizni уже примерно bilamiz, proyektni olayotganda, что biza ko'proq ish qilishimizni. Birinchi oy bu по-любому bo'ladi. Birinchi, ikkinchi oy, как раз mana kecha nonushta bo'ldi. 30 tacha odam keldi, gapirib beryotdim. Bolalar aytayapti, Aziz aka, proyekt olganimizdan keyin eng qiyini birinchi, ikkinchi oy bo'ladi-da. Shu birinchi, ikkinchi oyga pul kattaroq etsa-chi, deyapti. Aytaman, yaxshi savol. Juda zo'r, жизненный-da. Bizda ham juda ham ko'p bo'ladi shu narsa. Aytsam bo'ladi, agar biznes egasini shunga moliyaviy holati yetsa. Qanchalik o'zi logичный mana shu aytayotgan narsangiz hozir. Birinchi, ikkinchi oyga qimmatroq etish. Bu juda ham logичный. Proyektda o'zi SMM qilib ko'rganmisiz? SMM marketing qilib ko'rmagansiz. SMM marketing qilib ko'rganlar biladi bu narsani. Birinchi, ikkinchi oy ish 5x ko'proq bo'ladi. Birinchidan kommunikatsiya. Siz u mijozni bilmaysiz. Siz u mijozni qo'lida ishlaydigan odamlar bilan ishlamagansiz. Ya'ni kommunikatsiya qiladigan odamlaringizni bilmaysiz. Может, вообще qanaqadir nima deydi, yaxshi odam emasdir u. Ya'ni juda ham kommunikabilniy bo'lmagan odamdir. Ya'ni birinchi o'rinda kommunikatsiyaga juda ham katta vaqt, asab ketadi. U odamlar bilan til topishib, framing qilib olishingizga. Ikkinchidan, tilni topishib oldingiz ham deylu, birinchi syomkalaringizni o'tkazishingiz kerak. Birinchi syomkani o'tkazish uchun noldan siz face topishingiz kerak. Bir nechta face variantlarini tashlaysiz. U biznes egasi o'ziga xuddi xotin tanlagandek u facelarni tanlaydi. Ikkinchisi, u facega siz pul olishingiz kerak. Ya'ni siz o'sha face mana ishga olib keldingizmi, siz uni zashish qilasizda, yo sen mana bu pulni vaqtida o'tkazishing kerak, boshqa balovatlar. Ya'ni shunaqa kichkina bitta muammolardan o'tasiz. Undan tashqari birinchi oyingizda siz auditoriyani tahlilini hali tugatmagan bo'lasiz. Bu degani siz hamma videolaringiz ham uchib ketmaydi. Siz hali auditoriyani og'riqlarini bilmaysiz. Bu tomondan muammo bo'ladi. Yana asosiy narsa, birinchi oydan sразу natija bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Biznes egasi shu joyda sizni rosa qituvlaydi. Nima bo'ldi? Natija bo'lmadimi? Ya'ni bu yerda ham psixologik, ham fizik mehnat juda ko'p bo'ladi. O'shaning uchun birinchi, ikkinchi oy bu relsga tushib olish, uchinchi oy bu natija. Shunga ham biz как minimum agentstvada 3 oylik dogovor qilamiz. Ya'ni biz bilan ishladimi, kamida 3 oy ishlash kerak. Nimaga? Chunki 3-oy уже natija bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, hozir unda SMM vazifalari haqida aytib ketdingiz. Shu mavzuga sal chuqurlashib so'ramoqchi edim. SMM hozir vazifalar qanaqa, nimadan iborat?
funksionalniy обязанностьlari qaysi proseslarga u в принципе aralashmasa ham bo'laveradi. Men aytmoqchimanki, masalan aytish kerak-ku, SMM-ishga ham sotish ham kerak deyishadi. Shunaqa men ham bor. O'sha SMM-ishga funksional обязанностьlar nimadan iborat o'zi? Tak, SMM manager hozirda nima qilish kerak? SMM manager bu birinchi o'rinda manager. То есть manager он должен manager bu mijoz va jamoa o'rtasidagi most. Jamoasini yaxshi ishlashi uchun mijoz bilan orada kommunikatsiyani zo'r qilib ushlab turish kerak va o'zi shu protsesslarda boshida turish kerak. Xo'p, bu protsesslar qanaqa? Birinchi o'rinda profil оформленияsi. Profilni tashqi ko'rinishi odamlarga yoqimli, esda qolarli, boshqalardan ajralib turadigan qilish kerak. Ikkinchi o'rinda bu content making. Content making deganda ham buni o'sha rubrikalarga ajratib, oxiri sotuvga boradigan, odamlarning esida qoladigan qiladigan videolar qilish kerak. SMM ishik bu ради галочки emas. Buni mutaxassislar ham, mijozlar ham shuni esda tutish kerak. SMM manager bu potensialniy marketolog. SMM manager bu potensialniy tadbirkor. Bu birinchi qadam. Shuning uchun bu narsani o'zi mana SMM shik deb sal haqoratlanishiga ikki tomonlama ayb bor. Birinchidan mutaxassislarning o'zi pozitsiyani berib qo'ygan. Men SMM shikman, men sotuvga ta'sirim yo'q. Men shu postlarimni qo'yaman, ketaman. То есть bu yerda уже mas'uliyatsizlik ketyapti. Ikkinchi tomondan shu podxodni ko'rgan mijoz уже hamma SMM shiklarga ham shunaqa muomala qiladi. Mana misol uchun siz keldingiz, mijoz bilan ishladingiz, nagalchku ishlab ketdingiz. Mijoz уже SMM menejerlar haqida fikri o'zgardi, u buzildi. Shashvar qilib ketdingiz guruhga hamma yonida. Keyin men kelyapman, uslovni, tam nechtadir кейsim bor. Proyektda natija qilmoqchiman, tam sportda men uchun. Qarayapti-da menga, yo sen ham bir xilsan deyapti. U farqi yo'q, men qanaqa harakat qilaman, tam 1 oy natija qilaman, 2 oy natija qilaman. Men uni fikrini o'zgartirishim uchun fantastik bir nimalar qilib tashlashim kerak-da, ya'ni haqiqatan savdosini 10x o'stirib olishim kerak, momentalni причем. Tushunasizmi? Shu tomonlama bu narsa sal prosidach qilgan. Undan tashqari, o'zini qo'l ostidagi odamlarga, dizaynerlarga, mobilograflarga, videograflarga, operatorlarga TZ berish va bu protsessni o'zi kontrol qilishi. Bu ham bir vazifa. Va asosiy vazifalardan biri, yana o'sha aytib o'tganimdek, kommunikatsiya, ya'ni mijozdan vaqtida pulini olib, otchetlarini berib, o'zini har oy qilgan ishini himoya qilish. Har oy, misol uchun, oy oxirida xohlaysizmi yo'qmi, o'z natijalaringizni ko'rsatishingiz kerak. Как раз o'sha mentorligimizda bitta darsimiz bor. Analitika va hisobot va u nimaga kerak. Har safar aytaman, yaxshi qilingan hisobot sizni ishingizni yana 3 oyga cho'zib beradi. Nimaga? Har oy hamma proyektingizda ham, misol uchun bizda mana agentlik ko'p proyektlar bor. Hamma 25 dan 25 ta proyekt hech qachon yaxshi natija qilmaydi. Bu normal holat. Lekin o'sha natija qilmagan odamga siz hisobotni nima deydi? Natija qilmaganiga yarasha ko'rsatib bersangiz, bu juda ham yomon. Ya'ni men nima demoqchiman? Natija qilmadingiz. Xo'p. Hisobotingiz bor. Lekin siz u hisobotga asosiy nima deydi? Fokusni siz yutqizganingizda emas, nimaga unaqa bo'lganini ko'rsatib berishingiz kerak. Misol uchun mana sizda o'rtacha prosmotrlar, ko'rishlar soni tushib ketdi. Nimaga unaqa bo'ldi? Sabab berishingiz kerak. Sabab adekvatni bo'lishi kerak. Agar haqiqatdan sabab sizdan bo'lsa, bu уже siz yutqazishingiz. No, mana ko'pincha holatda biz nimaga ko'rishlar soni tushib ketib qoladi bir xil proyektlarda. Aytadi-yu, hazil qilib qizlar Merkuriy sal chaproq qopti deydi. Yo'q, unaqa emas. Bir xillarda problema kompaniyani o'zida bo'ladi. Ma'lumotni kech beradi videolar uchun. Bir xillarda face bilan muammo bo'ladi. Bu ham kompaniya tomonidan berilgan face'lar. Ya'ni o'zimizning частный ko'chadan topgan face'larimizni bizlar bilan kommunikatsiyada bo'ladi. Bizda ko'pincha ular bilan muammo bo'lmaydi. Ya'ni kelishilgan miqdorda hamma narsani qilib beramiz. Yoki qanaqa muammolar bo'lishi mumkin? Misol uchun, qanaqadir aksiya, chegirmalarni plan qildingiz, ular ham o'xshamay qoldi. Ya'ni juda ham har xil faktorlar mijoz tomonidan, biza tomonidan mix bo'lgan holda
natijaga erishishimizga xalaqit berishi mumkin. Lekin agar shuni siz bo'ldi, biz natijaga erisha olmadik degan rakursda olib chiqsangiz, bu уже sizni chalg'itib emas, chalib qo'yadi. Shuni qanaqa ko'rsatish kerak masalan, to'g'ri? Misol uchun ko'p kompaniyalar ham, hamma ham misol uchun men pul to'ladim, sen polivon natija olib kelishing kerak deydi. O'shani qanaqa tushuntirish kerak? To'g'ri, kompaniya ham to'g'ri tushunish uchun siz ham как бы nima deydi? Ichingizda nima deydi? Vijdoningiz qiynamasligi uchun. Yo, buni polibomni misol uchun aytayapman-ku. Bu qaysi oyligiga ham bog'liq. Masalan, bu yerda ikkita anaqa borda, moment bor. Masalan, bu agar birinchi 2 oylik bo'lsa, siz hali fundament quryapsiz, siz xato qilishga haqqingiz bor hali. Sizda hali fora bor, грубо говоря, va siz qanaqa buni tushuntirsangiz bo'ladi. Mana ishlarni qildik, ya'ni qilingan ishlar obyomi bilan siz yutib ketasiz bu переговорlarni. Ikkinchi moment bu agar siz proyektda juda ham ko'p vaqt ishlayotgan bo'lsangiz, aytaylik 10 oy, 5 oy, 6 oy, 7 oy, 8 oy ketaveradi mashq, ya'ni 5+ oy. Bu yerda siz buni qanaqa ko'rsatasiz? Bundan oldingi oylaringizni natijasini ko'rsatib, har doim ham rost bo'lmasligi bu normal holatligini tushuntirishingiz kerak. O'zimizda yana yaqinda qanaqa holat bo'ldi? Bitta proyektimiz bor, kargo bilan shug'ullanadi. Ular bilan xudo xohlasa 5 oy mana ishlayapmiz. 3 oy davomida непрерывный rost bo'lgan, to'xtamasdan o'sganmiz. 8 mingtadan hozir mana 60 mingtagacha olib chiqqanmiz. Даже 6 oy ham bo'lmagan. O'tgan oyda rezultatlarimiz oxirgi 3 oyga qaraganda pastroq bo'lgan. Ya'ni har oyga yarasha o'sib boryapmiz, prosta o'sish miqdori kamroq bo'lgan oldingi oyga qaraganda. Соответственно, biz уже nima deyishni bilamiz, bizda adekvatniy nima deydi, sabablar bor bunga. Mijoz nima deyapti? Mijozda shunaqangi nima deydi, e'tiroz bo'ldiki, sal slabilashdi deyapti. Biz aytamiz, slabilashmadik. Bu normal holat. Sen har oy o'solmaysan. Xo'j, endi katta gapirib qo'ymay, xo'j $10 ming spetsialist ham olib har oy senga o'sish olib kelmaydi. Bir oy jostki boost bo'ladi, katta o'sish bo'ladi. Bir oy o'rtacha bo'ladi, 3-oy tushib, yana 4-oy katta boost ketadi. Bu normal holat. Chunki birinchi 3 oylikda biz bozorni egalladik, biz uni to'yintirdik va 4-oyda уже bozor yangi nima deydi, yo'llarni qidirishni boshladi. Xuddi bunaqa narsada klient mijozi bunaqa joyi bor. Har kuni mana bitta ovqat yursiz. Misol bir oy davomida har kuni bitta ovqat yeysiz, faqat osh yeysiz. U qanchalik zo'r bo'lmasin, qanchalik go'shtlari mazali bo'lmasin, qanchalik zo'r povur tayyorlamagan bo'lsin, sizni me'dangizga tegib turadi. Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni bir nechadir oy natija qilib, o'rtacharoq natija yoki pastroq natija ko'rsatish bu normal holat. Bu degani, misol uchun 3 oy ishlab 1 oy dam olinglar degani emas. Bu prosta tabiat qonuni. Shunaqa bo'lishi kerak, shunaqa bo'lishi mumkin. Mana shunaqa anaqa keltirdi. Ya'ni sizga mana hozir ikkita situatsiya berdim. Birinchisi, agar yangi proyekt bo'lsa, nima rezon keltirish kerak va ikkinchisi ko'p ishlayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Muvaffaqiyatli masalan ishni ko'rsatishda qaysi показательni masalan обязательно ko'rsatish kerak? Отчет berayotganingizda klientga. Qaysi показательni ko'rsatadiki, sizni masalan qilgan ishlaringiz 1 oy yoki 3 oy ichida qilgan ishlaringiz nima deydi? Rezultat berganini. KPI qaysi показательlarga e'tibor berish kerak? Kelishuvga bog'liq ekan. Kelishuvga bog'liq. Misol uchun, o'sha har bitta mijoz bilan ishlayotganingizda polivon kelishuv qilasiz. Bizda har bitta proyektimizga har xil kelishuv. Asosiy zaпрос qanaqa hozir? Qaysidir proyektimizga biz prosmotriga kelishganmiz. Qaysidir proyektimizga biz trafik, ya'ni do'konga odam olib kelib berish. Qaysidir proyektimizda biz oylik lead generatsiya, ya'ni oyga nechtadir lead olib kelib beramiz. Qaysidir proyektimizda bu sotuv. Hammasida har xil. Ключевой narsa baribir, misol uchun bunaqa narsa deb, bu yerda sal dvoyakiroq situatsiya, ya'ni nima desa bo'ladi o'zbekchasiga? Ikkilamchi vaziyat. Ya'ni ba'zida bo'ladi o'sha kelishilgan KPI sotuvni qila olmasligingiz mumkin. Lekin SMM bu yerdan yaxshi ketayotgan bo'lsa, ya'ni Instagramning o'zi bunga ko'z yumishligi mumkin.
lekin agar har oy siz KPI bo'yicha kelishuvni bajarib kelyapsiz, ya'ni siz KPI sotuvda aytaylik, har oy 50 ta sotuv qilib kelyapsiz, lekin bu yoqda SMM o'smayapti. 70 ta obunachi, videolaringiz juda sust, ma'nosi yo'q. Bu joyda ham lekin chopilib ketish imkoniyatingiz katta. Ya'ni nimaiki KPI ga kelishmay, sizni Instagramingiz kachat qilish kerak har doim. Bu sizni birinchi vazifangiz. Xuddi bo'ladi-yu, odamda o'zini nima deydi, maqsadlari bo'ladi, hayotiy maqsadlari bo'ladi, bu yerda sog'liq bo'ladi. Agar sog'liq bo'lmasa, hayotiy maqsadlarga erisha olmaydi. Instagramda, digitalda ham xuddi shunaqa. Agar Instagramingiz, sahifangiz o'zi yaxshi bo'lmasa, kachat qilmasa, bu yoqda KPIlaringiz ham slabiy ko'rinib qolaveradi. Tushunarli. То есть bu Instagramdagi nima deydi, aktivnost, nima deydi, Instagram показатели har doim topda bo'lishi kerak. Har doim birinchi o'rinda, chunki mana bunaqa narsada mijoz pul to'ladi, xato topadi har doim. Xato topadi va xato topishga haqqi bor, chunki u pul to'layapti va kelishuv bo'lgan shunaqa, что siz SMM qilib berasiz. Siz SMM qilib berasiz degani, sizni KPIs boshqa narsa bo'lgani bilan birinchi o'rinda SMM sizni как бы birinchi vazifangiz. Tushunarli. SMMshik, yaxshi SMM yoki mana bunaqa deylik, SMM komanda deylik. Qanaqa hard и soft skilllarga ega bo'lish kerak? Tak, hard va soft skilllar. Soft skill mana bunaqa deylik. Birinchi o'rinda kommunikatsiya. Men o'zimda kommunikatsiya, bu kasbga kirib kelganimda kommunikatsiya juda past bo'lgan. Men odamlar bilan gaplashishni to'g'risini aytaman, hali ham yoqtirmayman. Iloji bo'lsa kontaktdan qochaman. Tushunishingiz uchun ishlamagunimcha, shu professional 19-18 yoshingizdan ishlashni boshlaysiz. Ishlashni boshlamagunimcha men telefonda gaplashmasdim. Bo'ladi-ku, telefonda gaplashishni yoqtirmaydigan, qo'rqadigan. Mana shunaqa odam bo'lgan. Keyin bu bloklar sekin-sekin yechilgan. Men hozirgacha aytaman, ishga keladigan odam, ishlamoqchi, ishni o'rganmoqchi bo'lgan odam birinchi o'rinda kommunikabilniy bo'lishi kerak. U farqi yo'q, qanaqa pozitsiyada ishlaydi. Bizning sohada birinchi o'rinda kommunikatsiya. Nimaga? U mijoz bilan gaplashadigan urovingga chiqqani u boshqa tema. Uni yana hozir qaytamiz. Birinchi o'rinda bizda shunaqa kasbki, что komandni ishlaysiz-ku. Misol uchun men aytaylik project managerman. Meni proyektlarim bor, bir 8 ta 9 ta proyektlarim bor va men bilan ishlaydi. Условно targetolog ishlaydi, dizayner ishlaydi, proyekt menejer yana bitta ishlaydi, SMM manager ishlaydi, copywriter ishlaydi. Hammasi bilan kundalik kommunikatsiya juda ham kuchli. Agar qaysidir bittasi kommunikatsiyada slabiy bo'lsa, nimadir etmasa, nimadir oxirigacha yetkazib bera olmasa, menga уже напрямую proyektga ta'sir qiladi. Ya'ni bizda даже shunaqa keyslar bo'lganki, bolalar noldan kelib, просто kommunikatsiyasi yaxshi, muomalasi yaxshi, kirishimli, ishga chanqoq bola, hech nima bilmagan. Просто shu skill bilan kelib, orasida hamma narsani qurib tashlaganmiz keyin. Samamni bilishing kerak, buni bilishing kerak. Mana bunaqa narsada kasbimizni по сути unaqa qiyin emas, chunki har kuni yangilanib boradi. Mana masalan, men ham haligacha o'zimga aytaman, ko'p narsani bilmayman. Chunki kunlik yangiliklar chiqib boraveradi bizda. Kunlik o'zingizni nima deydi, bilimlaringizni yangilab bormasangiz, уже qolib ketasiz, bozordan chiqib ketasiz. И соответственно, условно aytaman, men 3 oyda o'rgansa bo'ladi. 3 oyda mana ishga kelib, birinchi oy ko'rdi, ikkinchi oy qaysidir skilllarni kachat qildi, uchinchi oy уже prям yaxshi natijaga chiqsa bo'ladi. Bu odamga bog'liq. Nima deydi? Ko'p aytamiz biz, ko'z yonib turishi kerak deymiz-da. Ko'z yonib tursa, любой narsani qila oladi. Условно mana mashga kelib, mana shu svetlarni, kameralarni qo'yishga ham qanaqadir odam olib kelsangiz, ikkita odam olib kelsangiz, bittasi komfort zonada bo'lsa, bittasi prям pul kerak bo'lib, okey, любой ish qilaman deydigan bo'lsa, 2-3 kunda ham o'rganib oladi bu narsani. Bizda ham xuddi shunaqa. Menimcha bu любой kasbda shunaqa bo'lsa kerak. To'g'ri. Hozir imенно defitsit, mana shunaqa ko'z yongan bolalarning defitsiti. Bolalar keladi, mana yaqinda ham Akbar aka o'zlarida qo'ydilar bizga content managers naqalar kerak, project managerlar kerak deb proyektlarimizga. Bolalar keladi, rezyumesi dahshat. Ideal. Идеальный. Вот прям
ishga olaman, mani hamma muammolarimni yechadi yoki ishga olaman, mana shu gestaltimni yopadi deb o'ylaysizda. Mana bu kursda o'qigan, bu kursda o'qigan, mana bu odam bilan ishlagan, bu odam bilan ishlagan, tam 17 yoshidan mana shu kasbda bo'lgan, tam bizaniki nervni ko'radi, bizani rezyumelarimizni chakib turadi, bir tomonda unikini oldida. Suhbatga chaqirasiz, suhbatda ham so'zlarni. Suhbatda chotki. O'tirg'izasiz, ishda slabый. Qaysi tomonlama sezib qolasizlar buni, masalan? U seziladi o'zi. U prям avtomatik seziladigan narsa. Prям ishga kelganda hammani qanaqaligi seziladi. Mana qanaqadir task tushdi sizga, proyekt ustida ishlayapsiz, ham mana buni qil deb bo'lib berasiz, to'g'rimi? Srazu bilan, misol uchun, ko'z yonib turgan odam u narsani bilmasa ham, u narsani siz qanaqadir o'rgatishga esingizdan chiqib qolgan, siz tomonlama ayb o'tgan bo'lsa ham, ya'ni o'rgatmagan bo'lsangiz ham, o'z YouTube'lardan topib, qidirib, "Aka, bunday qilish kerak ekan" deb sizdan ham zo'rroq narsalar, ideyalar beradi-da. Komfort zonadagi odam, "Aka, men bilmayman buni qilishni" deydi. Keladi-da, "Yo'q, aka, men bilmayman buni" deydi. O'rgatasiz, keyin o'rgatganingizdan keyin qilib keladi-da, to'g'rimi qarang deydi, то есть двоякая мысль, ikkilamchi fikr, что bu odam qilolmadi buni, rostdan qilolmagan bo'ladi katta ehtimol bilan. Nimaga qilolmading desa, birinchi marta qilolman, menga praktika kerak deydi. Tushunarli. Men boyagi fikringizga qo'shimcha qilib ketmoqchi edim, kommunikatsiya masalasi bo'yicha. Hozir men ham o'zim yo'nalishim bo'yicha klientlar bilan gaplashaman, potensial gaplashib o'tganda, masalan, nimaga o'tgan agentство yoki odamlar bilan ishlash to'xtatdinglar desa, kommunikatsiyada problema deydi. Xo'p, chuqurroq tushuntirib berasizmi, to'g'ri, podrobniyroq desa. Masalan, aytadi, task beriladi, biz nima xohlayotganimizni tushunmayapti deydi. Chunki biz gaplashamiz, xuddi qanaqadir umuman bizni eshitmayotgandekmi yoki bizga tushuntirayotganda, bilmadim, o'zining sohasini tushunmaydigandekmi gapiradi deydi. Bir-birimiz bilan kommunikatsiya topa olmaymiz deydi. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol, biz komanda o'zimizdan deydi, misol uchun operator, montajyor и так далее. U faqat strategik taraf bilan yordam beradi deydi. Bizga TZ bering desa yoki montajyor operatorlar bilan gaplashing desa, ularga tushuntirib bera olmaydi deydi. Kommunikatsiya yo'q deydi. O'sha taraflarni tushundim. Bo'ldi. Demak, klientga har doim, yana uchinchi taraf protseslar haqida bizga aytib turmaydi deydi. Nima bo'lyapti, qanaqa protsesdamiz, qanaqa etapdamiz. Progressni yozib bormaydi, aytib bormaydi. O'sha kamchilik deyapti-da. Chunki atak ishini balki zo'r bilardi, lekin bizga mana shu kommunikatsiya, nima deydi, muloqot yetishmayapti deydi. Kстати, shu joyi ham zo'r moment. Qaysidir bir task yoki ishni progressini aytib borish juda ham kerakli narsa. Oddiy misol, bizda o'sha aytdim, xodimlarimiz 30 ga yaqin xodimlar ishlaydi. Bitta proyektimda bitta xodimimiz bilan ishlayman, qiz bola. Zo'r anaqasi bor, nima deydi, skilli bor, progress aytib boradi. To есть, bunaqa narsa, siz unga task berdingiz, nima deydi, vazifa berdingiz, vazifani har bir etapini sizga aytib boradi. Bir xillari bu o'zimga ham nima deydi, shunaqangi ko'rinadiki, что yana yozibdi-yu degan fikr keladi. No, bu juda ham kerakli narsa. Qaysi ma'nodaki, mana aytdingizda, sen mashina qilishing, ertaga mana shu videoga sen ssenariy yozishing kerak deysiz. U nima qiladi? U ssenariyni birinchi bo'lib savol beradi, ssenariyni qanaqa yozishim kerak? Или referens bormi? Ikkinchi o'rinda уже ssenariyni yozadi, jo'natadi. Mana shu ssenariyni sizga qilib berdim deydi. Keyin men xatolarni yozaman, keyin menga jo'natadi. To есть, men bilaman u qanaqa ketyapti. Ani tak, что men berdim, unga bir kundan keyin ketyapti, men qila olmadim deyapti. Men bilmayman detallarni, u qanaqa qila olmadi, nimaga qila olmadi. To'g'ri. Men bitta detallarni ko'rib boraman, har bitta etapini ko'raman, bilaman bu qaysi etapda qiynalyapti, ertaga men o'sha etapda unga yordamlasha olaman. Tushunasizmi? Biz tezroq muammoni mana shu yerda hal qilamiz. To есть, mana shu progressni aytib borish ham bu juda bir kerakli skill deb o'ylayman. To'g'ri. Hozir ko'p kompaniyalar mana shu narsani talab qilishyapti ekanda, gaplashaman, aytishmaydi, qaysi etapdaligini bilmaymiz deydi. Masalan, montajdami yoki montajda masalan nimada muammo bo'lyapti, bilmaysiz, yo'qolib qolyapti. To'g'ri. Oxirida kelishadi deydi.
rezultat jo'natishadi deydi, rezultat umuman biz xohlaganda emas. Shunaqa. Nima unaqa bo'ldi desam, mana shunaqa narsaga yetishmayapti deydi. Nima boshida aytman deydi. И уже необратимый bo'ladi, ya'ni To'g'ri. uni to'g'rilab bo'lmas darajaga yetgan bo'ladi va u videoni aytaylik, mana video haqida gap ketayotgan bo'lsa, yoki u videoni qo'yasiz yoki sizning mehnatingiz bir tiyin bo'lib qoladi. Всё. To'g'ri. O'sha ham важный skill. Hardga o'tsak. Hard skill, qanaqa hard skilllar kerak? Аналитическое мышление. Kerakli narsa, bu narsani misol uchun maktabda o'rgatilmaydi. Bu narsani men o'ylardim oldin, matematikani yaxshi bilgan odam analitiskiy mishleniyasi yaxshi bo'ladi. Bu ham sal sporniy moment. To'g'ri. Bir-biriga korrelyatsiya qilmaydi bular. Yana nima hard skilllarni aytsak bo'ladi? Аналитическое мышление. Tak. Yo, men boyagi fikrimda qolaman. Boyagi fikrim nima? Menda birinchi o'rinda kommunikatsiyadan keyin hamma narsani atrofiga qursak bo'ladi. Faqat softga urg'u berib boshida. Da. Bizda mana endi HR yo'q, ya'ni HRdan xabarimiz endi biz shuncha odam bilan ishlab o'zimizni boshga tushgan doktor deydi-yu. Shunaqami nima qol? Da. Вот boshimizga tushgandan keyin o'rganamiz. Avnachalik, ya'ni boshida qanaqa bo'lganmiz? Biz hard skillga qarab odam olardik, soft skill bo'lmasdi, keyin choplardi. Hozir tushundik, navrot birinchi soft skill bo'lishi kerak. Mana odam sal kamroq bo'lsa. Kirishimli bo'lsa, jamoada odamlar ko'p bir-biridan o'rganib, buni oladi, bizdan o'rganadi. Har hafta nechidir marta majlis qilamiz uslovni, kamida 1-2 marta точно. Bu sferaga tushdimi, bu atmosferaga tushdimi? Kirishimli odam bo'lsa, o'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan odam bo'lsa, по-любому tirik qolib chiqib ketadi bu yerda. Yo zo'r odam yoki o'sha zo'r spetsialist bo'lib, o'zi proyekt oladigan bo'lib chiqib ketadi, yoki biz bilan ishlab, xuddi bizaniki nima deydi, общий qozonimizga tushib, yaxshi spetsialist bo'ladi. Ikkita vaqt. Tushunarli. Keling sal orqaroqqa qaytamiz. O'zingiz boshlayotganingizda, masalan, aytdingiz, kommunikabilni bo'lmaganman dedingiz. Qanaqa вообще bu kasbda, demak, o'zingiz boshlagansiz, o'zingiz yo'lingizni. Kommunikatsiya bo'lmagan, birinchi klientlarni qanaqa topgansiz? Yo'q, o'zim menda maktab shu Elmakon bo'lgan menda. Kommunikabilni bo'lmaganman ham, kommunikabilniligimni razvit qilgan, ya'ni shu skillimni rivojlantirgan joyim ham shu bo'lgan. Ya'ni nima deydi, birovga nimadir so'rashga juda ham qo'rqardim. Tam uslovni salomdan bu yog'iga o'tmasdim-da. Qaroqman bu yerda rivojlanishimga kerak ekan shu narsa. Yo shu narsani qilaman, ya'ni yoki men kommunikabilni ochiq inson bo'laman, yoki men shu kichkina pozitsiyada qolib ketaman. Menda ikkita vaqt bor edi. Keyin sekin-sekin menda ham xuddi shunaqa men o'zim aytganimdek bo'lgan. Men och bo'lganman, bilimga och bo'lganman, natijaga och bo'lganman. Nimaga o'qiyapti, men qila olmayapman degan narsa ko'p bo'lgan menda yo'limni boshida. Chunki men bu sohaga 19 yoshimda kirib kelgan bo'lsam, 17-18 yoshli bolalar уже bozorni ikkiga bo'lib tashlayotdi o'zining paytida. U bolalar hozir ham bor uslovni. Juda ham ko'p o'zim taqqoslardim birovlar bilan. Shuni natijasida deb o'ylayman, menda katta boost bo'lgan. Ya'ni men уже o'zimga shu shturvalni oldim. Ya'ni men kommunikatsiya qilaman va o'saman yoki kommunikatsiya qilmay qolib ketaman. Endi detalni aytib beradigan bo'lsak, endi har xil voqealar bo'lgan bu yerda. O'sha meni boshqa odamlar bilan gaplasha olmasligim sabab fakaplar bo'lgan. Nimaga aytmading degan gaplar bo'lgan. O'sha progresslarimni aytmaganim sabab. Keyin sekin-sekin bunga nima deydi, moslashib, o'rganib o'zgarganman to'g'risi. O'sha paytga qaytganingizda nimani boshqacharoq qilgan bo'lardingiz yoki nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Tak, men o'ylayman, menda bitta narsa bor. Kстати, uni hech qayerda aytmaganman. Просто endi o'ylab yuraman hozir ham. Menda mana hozir siz aytdingiz-ku, samozvanец bo'lib chiqib kelmayapti degan. Menda shu narsa bo'lgan. Men chiqishim kerak edi samozvanец bo'lib. Misol uslovni 22-yil, 23-yil menda hamma kerakli skilllar bo'lgan уже. Menda hamma kerakli skilllar bo'lgan. Instagramda aktivimiz juda ham katta bo'lgan. Men o'sha payt bemalol chiqib, yo agentlik, yo qaysidir kattaroq agentlikka o'sha paytda nima deydi,
Ledakolda bo'lgan, adashmasam hozir ham bor. Hozirgidagi agentlik biznesi rivojlangan bo'lmagan. Katta agentligi ishga kirish imkoniyatim bo'lgan. Va men bu imkoniyatdan foydalanmaganman. Nimaga? Men juda ham loyal insonman. Misol bitta odam bilan ishlasam, bitta odam bilan do'st bo'lsam, shu oxirgacha anaqa qilaman. U inson yo u odamlar qanaqa bo'lmasin. Bu ham minus, ham plus. Ba'zida takliflar yaxshiroq bo'lsa, o'sha takliflarni qabul qilish kerak. Chunki baribir hayot nima deydi? Beshafqat. Sizni loyalligingiz sizni oilangizni boqmaydi. Men afsuslanmayman. Hozirgi mana darajam men misol uchun kimdirlarga orzu o'zim ham maza qilaman real ishimdan. Chunki даже mana usloni 1 kun 2 kun uyda kasal bo'lib yotib qolsam, zerikaman, juda zerikaman. Burnimni o'sha operatsiya qilganimda ham 1 kun, 1,5 kun yotdim больницada, ertasi kuni chiqdim, уже obedda ishlaydim. Ya'ni shunchalik darajada. Prosta bu narsani o'zgartirsam, balki nima bo'lardi degan qiziqish bor. No, bu afsuslanish emas. Ya'ni o'sha payt chiqib ketib, nimadir o'zim qilib ko'rsam degan narsa. Tushunarli. Hozir endi SMMshik bo'lmoqchi bo'lgan yoki o'qib yurgan yoki kursni bitirgan odamlarga nimani maslahat bergan bo'lgan? Konkretni keling, mana bunaqa karta tuzib beringlar, roadmap. Qanaqa turib katta cheklarga chiqish mumkin, qancha vaqtda? Nima qilish kerak? Qarang, kecha ham shu narsani bitta bolaga aytib kursni bitirdingiz, skilllaringiz bor, o'zingizga ishonasiz. Katta kompaniyaga ishga kirish kerak. Katta kompaniyaga ishga kirib, o'tda atmosferasini o'rganib, iyerarxiya, HRlik tizimi, marketing qanaqa ishlaydi, juda katta maktab bo'ladi mana shu narsa. Juda katta maktab bo'ladi. Ertaga o'zingiz biznes egasi bo'lganingizda ham yo bir agentlik ochganingizda ham mana shu narsalarni eslab, o'sha xatolarni qilmaysiz. 1 yil agar moliyaviy va yosh bo'lsangiz, 2 yil katta kompaniyada ishlashni tavsiya qilaman. Keyin o'sha agentlik yo frilansga chiqib ketasiz. Endi freelans ham qanaqa? Freelans ham unaqa tavsiya qilmayman, sababi freelans ya'ni bir kishi bo'lib o'zingiz maksimum 3 ta proyekt ola olasiz. Bu 3 ta proyektingizdan ikkitasi katta ehtimol bilan fail bo'ladi. Chunki stress, выгорание degan narsalar bor. To'g'ri. Вот. Shu roadmap menda qanaqa? Bitta joy bitirdingmi, katta kompaniyaga грубо говоря, choy quyishga ham ishga kir. O'sha yerga kirib, o'tda rivojlan, o'tda bitta ustoz top o'zingga. Ya'ni nima deydi? Akbar akam bitta gapi bor. Takoy juda ham cringe, lekin to'g'ri, ustozi yo'q, ustozi shayton deydi. Ya'ni bitta ustoz topish kerak, o'ziga nima deydi? O'zi o'sha inson bo'lmoqchi bo'lgan odamni topish kerak. Shu kompaniyada rivojlanib, ko'rib, o'tda по-любому katta kompaniyada katta hamkorlari bo'ladi, ichida katta spetsialistlar ishlaydi, kommunikatsiya, atmosferani ko'radi-da, keyin o'tda o'ziga juda ham katta ishonch paydo bo'ladi odam. Chunki по-любому siz mana shu kichkina anaqadan, pozitsiyadan katta pozitsiyaga 2 yil ichida ko'tarilasiz, xohlaysizmi, xohlamaysizmi. Harakat qilsangiz, конечно. Endi u men katta kompaniyaga kirdim, bo'ldi, ko'tarilaman emas-da, u harakat qilish kerak. O'tda juda katta o'yinlar, juda katta konkurensiya bo'ladi. Keyingi etapda o'sha ishonch bo'lgandan keyin ozgina moliyaviy nima deydi, podushka yig'ib chiqib ketish kerak. Hozirgi masalan endi chiqayotgan SMMshiklarning qilayotgan xatosi nimada? Deb o'ylaysiz? Ko'plarni. Сразу agentlik ochyapti. Сразу agentlik ochyapti, сразу kuyapti, katta investitsiya qilib, qattandir investitsiya tortishyapti, jamoa yig'ishyapti. Bu zo'r. Nobotda mana bunaqa narsada 100 ta agentlikdan 2 tasi qoladi deydi oxirigacha. To'g'ri. Effekt выжившего deydi, omon qolgan effekti bo'lyapti deyapti. Men nima qilgan bo'lardim? Agentlik bu zo'r, tadbirkorlik sifatidan zo'r narsa. No, bu juda ham katta stress. To'g'ri. Bu o'sish nuqtasi deyarli kam. Chunki siz har doim operatsionkada bo'lasiz. Operatsionkadan chiqish qiyin agentlikda. Siz xo'chuni egasi, xo'chuni investor bo'ling, baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, vijdonli odam bo'lsangiz, proyektlaringizni natijasiga, sifatiga qarab turasiz. Mana shu narsa bor. Aytmoqchi bo'lganim, marketingda ish faqatgina agentlikda emas. Marketingda ish bu katta kompaniyalarga kirib, katta natijalar qilish ham degani. Aytaylik, mana Korzinka yoki yana qanaqa katta kompaniyalarimiz bor bizda. Artel kompaniyalari, marketologlar kam topadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Korzinkani katta marketologini o'zim taniyman. Malik aka, to'g'ri. Malik akada. Juda ham hurmatli, juda ham nima deydi,
o'zbekchasiga nima desa bo'ladi, властный inson deydi-yu. Tarjimasini yozib ketamiz. Ha, властный odamda, ko'rsangiz ham mana opit hidi keladi u odamdan. Ya'ni nimaga shunaqa odam bo'lmaylik? Hamma agentlik qilish shart emas. To'g'ri. Hamma hozir anoda bizda bilasizmi? Kult предприниматель nima deydi? Da. Tadbirkor bo'lish kerak. Otabek bu gapni aytgan, hamma hate qilgan, lekin rostdan shunaqa. Bitta mana aytaylik, mana krushka chiqarish trendga chiqdimi? Krushka. Mana siz krushka chiqaryapsiz, siz krushka chiqarib boyib ketdingizmi? Men bundoq qarayman-da. Va Shahzod krushka chiqaryapti. Men ham boyib ketaman deyman. Men ham krushka chiqaraman. Meni ko'radi deb boshqasi hamma shu yerga otilyapti. Men aytmoqchi emasman, tipo konkurent bo'lasizlar, boshqasi yo'q. Bu narsa qaytanga yaxshi bozor rivojlantiradi. Mana marketing madaniyati bizda rivojlanib boryapti. Filtr bo'lyapti, yaxshisi yomondan ajralyapti. Bu zo'r. Lekin men bu maslahatni umumiy mana shu bizani ko'rayotgan odamlarni o'ylab aytayapman. To есть sizga o'xshaydi deganda menda o'xshaydi degani emas. To'g'ri. Bu birinchi moment. Hozir yana bitta fikr keldi, esimdan chiqib qoldi. Bozor rivojlanyapti, madaniyat rivojlanyapti deganimga blogerlarda reklama kamayib ketgan oxirgi paytda. Oxirgi 7-6 oy. Bu nimaga? Bu bizda marketing rivojlanganining sababi. Уже mutaxassislar ko'p. Mutaxassislar bilyapti, что blogerga $1000 bergandan ko'ra $200 targetga ishlatib, o'sha potensial mijozlarni olib kelish mumkinligini. Bloger mutaxassislar уже o'zini fikrini yetkazalyapti mijozga, что bloger kerak emas. Ko'pincha qanaqa bo'ladi bu moment? Proyektga kirasiz, yo уже proyekt ishlayotgan bo'lasizda, sizga zvonok bo'ladi, yo sizga Telegramdan yozadi. Aziz deydi, men bloger gaplashib qo'ydim, reklamaga keladi, syomka qilib olinglar. Раньше это так было. Oldin shunaqa edi. Hozir qanaqa? Hozir bloger gaplashib qo'ydim desa, уже mutaxassis yoki buni foydasi yo'q deya oladi. Chunki real case'lar bor. Rostdan bor bu narsa. Bu ham blogerlarni ham o'zida ayb deb o'ylayman. Birinchidan shu nima deydi, kelishuvni ustidan chiqmaslik. Ikkinchidan уже bozor o'zini o'zi yedi. Chunki mana siz ham, men ham endi biz bu sohadamiz, bilamiz, blogerda reklama ko'rsak, katta ehtimol bilan klik qilmaymiz. Bilamiz, что kecha undan $500 olgan, bugun reklama qiladi, ertaga boshqasini reklama qiladi. To'g'ri. Shu narsa bor. Bu narsani уже oddiy odamlar ham tushunib yotadi. No, nativniy reklama bo'lsa, men sotaman, men sotish pozitsiyam sotsam, siz meni yaxshiroq qabul qilasiz. Chunki bu nima deydi? Xolis. Men skrit qilmayapman-da o'zimni. Men bekitmayapman, что men sizga hozir nimadir berib, zamin sotib ol demayman-da. Men boshdan aytaman. Shahzod, men sotaman deyman-da, sotaman. Shunaqa pozitsiya hozir to'g'ri va nima deydi? Odamlarga nima deydi? To'g'ri keladigan bo'lib qoldi. True такой контент. Da. Men sotaman, bo'ldi. Xohlasang sotib ol, xohlasang sotib olma. Xo'p, hozir marketing SMM haqida ko'p gaplashdik. Hozir sal o'ziga o'tsak, sizni mana shu sohaga olib kelgan va hozirgacha ushlab turgan sabab nima? Men o'zi vglub oladigan bo'lsak bu narsani, men kino ko'p ko'raman. Men kayf qilaman bundan. Real, meni anaqam shu. Passion deydi-yu. Inglizda. Strast menda. Misol realni bir hafta hozir oldin qanaqa edi? Bekorchi paytlarim, IELTSga tayyorlanib yurgan paytlarim, kuniga 2-3 ta kinolar ko'rib qo'yardim-da. Shuni ichida yashirdim. Hozir qanaqa? Endi ish bilan bo'lib, stress bilan bo'lib, hozir mana uyga kelaman deb kino ko'raman, kinolarni tayyorlab qo'yganman-da, spisk oldindan qaysi kinolarni ko'rishim kerak, ham Oscarda qanaqadir pozitsiyalar olgan kinolar bor, rekomendatsiya qilishgan kinolar bor. Ko'rsiz o'zim bilan popcorn layslar ham pak bo'ladi-ku, kino ko'radigan. O'shani olib qo'yaman-da, uyga kelib uxlab qolaman. No, menga hozir uyqu afzalroq. Realni men hozir 3-4 gacha kino ko'rib, ertalab keyin ishga borib, недовольный roja bilan o'tirganimdan ko'ra shu yaxshiroq. Endi temaga qaytamiz. Nima? Hozir bir haftada bitta bo'lib qolgan. Oldin har kuni ko'rardim. Menda shunga yarasha moyillik bor. Men har doim aytardim, men o'zimga o'zim aytardim, men kino olmoqchiman dedim-da. Bizda endi bilasiz, kino qaysi ahvolda. To'g'ri. Menda nima bo'lgan? 20-yil karantinda Xitoyga keta olmagandan keyin menda vibr bo'lgan. Yo men hozir kutaman, anaqalar ochilishini, karantin tugashini. Karantin Xitoyda где-то 23-yil ochilgan. Yoki men shu yerda shunga o'xshash sohani topib ketaman. В итоге o'tda nima bo'lgan? Yana undan ham orqaroq qaytadigan bo'lsak, 18-yil Aleksey Tkachuk O'zbekistonga kelib speech qilgan. Men unga вообще случайно tushib qolganman.
o'rtog'im bitta bilet bor, yurib boramiz, zo'r bitta spiker keladi deganda ko'rishib borganman, u aytgan 2018 aytgan. 1-2 yildan keyin O'zbekistonda shu soha portlaydi degan. SMM aytgan. Shu sohaga kirib olganlar degan, tipi millioner, milliarderlar bo'ladi, tipi bosinglar degan. Men o'shani esimda qolgan, unga podpisatsiya qilganman Instagramda. Keyin aytgan, men SMM o'rganaman degan. O'sha Xitoyga ketadigan pulim 8 million чем-то bo'lgan. Hammasi kursga ketgan. Kursga ketgan, o'qiganman. Понял, что это что-то новое, что-то креативное, yangi narsa, odamlar hali ko'rmagan buni. Почему бы нет? Bitirganman, karantinda bitirganman, prям uni ham. Karantinning o'rtasida bitirganman. Iyunmidi, hali ochilmagan, aprelda yopilib, где-то qanchadirdan keyin ochilgan. И вот undan keyin ish qidirishni boshlaganman, hamma karantindan chiqqan, hech kimning puli yo'q, bizneslarning puli yo'q, maqsadga ishga olishmagan. Keyin o'sha Elmakonga kirganman. Вот aytdim sizga, birinchi videolarni biz qilishni boshlaganmiz. Bu ham shundan kelib chiqadi-da. Kontent videoga o'giraylik. Давайте mana shu kinolardan momentni olib o'zimiz qilaylik degan narsa bo'lgan. То есть hozirgacha meni ushlab turgan narsa bu sportivniy interes и o'zimni bu narsa meni olib kirgan, no hozir ushlab turgan narsa bu emas. Hozir men bilaman, что men kinoshni kontent qilishim uchun proyektlarda menga juda ham ko'p pul kerak, juda ham ko'p vaqt kerak. Nima u juda ham ko'p pul, juda ham ko'p vaqtni hozir bitta proyektga ajratsam boshqalar qolib ketadi. To'g'ri. Qo'limizdan kelganimizcha sifatli kontentni tez va o'sha o'zini proyektlariga qilib beramiz. Hozir men ushlab turgan narsa bu sportivniy interes, ya'ni menga juda ham qiziq, yangi proyekt oldik noldan qanchada natijaga chiqamiz. Bu realni qiziq, kayf qilaman men shundan. Ikkinchisi bu moliya. Men bilaman, что men bu opitim bilan и уже endi qanchalik gapim mana ensa qotar eshitilmasin, уже 25 ga kiryapman. Hozir men yangi qaysidir sohaga kirsam, noldan ko'tarishim uchun yana shuncha vaqt ketadi. To'g'ri. То есть men hozirgi opitim bilan ko'proq narsa qila olaman bu sohada, chem yangi sohaga kirgandan ko'ra. Ya'ni birinchisi bu sportivniy interes, ya'ni natija qilish qiziqishi, ikkinchisi bu moliyaviy qiziqish. Baribir insonning har doim plankasi bo'ladi. Bu oy men shuncha topishim kerak, yil oxirigacha shuncha topishim kerak. Men hozir ishlayotgan kasbda meni qancha topishim primoy perpendikularni meni qiladigan mehnatimga, qiladigan ishlarimga bog'liq. Tushunarli. Tushunasizmi? Shuning uchun mana shu ikkita narsa meni ushlab turadi. Hozir yana bitta savol esimga soldingiz. Muhim savollardan deb o'ylayman. Hozir SMM ishga заработок nima deydi? Pul topishi qancha atrofida bo'ladi? Masalan, novichok, o'rta urovendagi и pro. Tak, buni o'zi bozor belgilaydi. Birinchi aytadigan gapim. No, men taxminlarimni aytib o'taman, hammada qanaqa bilmadim. Agentstvalarda, bizning agentstvada emas lekin, agentstvalarda SMM menejerlarga bitta proyektiga 100 uzoq $200 beradi. 3-4 ta proyektdan berib qo'yadi. Zarobatki $800 uzoq borsa $1000 ga boradi. Freelancer bolalar qanaqa oladi? Freelancer bolalar ko'pincha proyektni $500 dan shu $800 gacha oladi. Uning ichida lekin mobilografiya uslugalari, target uslugalari bo'ladi. Katta ehtimol bilan targetni o'zi qiladi. Вот. Endi baribir ajratadigan bo'lsak, men o'ylayman, начальныйning zarplatasi $500 gacha qiladigan ishlariga bog'liq. Agar uning ishi faqat posting bo'lsa, faqat copywriting bo'lsa, bu $200-300 uzoq. Undan ko'p. To'g'risi, xafa bo'lmanglar. $500 gacha deyotganim bu targetda ham o'zi yoqadi, и kommunikatsiya skillari ham bor, kerak bo'lsa prezentatsiya ham qila oladi, boshqa ishlarga kompaniyada yordam beradi. Bu $500. Keyin o'rtachasi bor, bu $800 gacha. Bular nima qiladi? Bu o'zi kichkina jamoasi bor. Bu o'zi klient topa oladi ko'chadan, qayerdadir shaxsiy brendi bor, nima deydi, networkingi bor, bozori taniydi, opiti bor bolalar. Bu $800 plus minus. Endi opitnilari 1000-1500. Bular qanaqalari? Bular o'zi katta kompaniyalarda SMM manager bo'lib ishlaydi. Bular o'zi SMM manager emas, bular o'zi deyarli marketolog. Просто buni o'zi bilmaydi va bunga unaqa maqom berilmagan. Klient agar unga bunaqa maqom berib qo'ysa, kattaroq zarplata to'lashini biladi. O'shaning uchun sen hali SMM managersan deb unga uqtirib qo'ygan. No, по сути, u lead generatsiya bilan ham shug'ullanadi, u SEO bilan ham kerak bo'lsa shug'ullanadi, kerak bo'lsa boshqa отделga borib marketingda qanaqa xatolar borligini ham bilib keladi. Ya'ni o'zini ustida ishlaydigan odam. Bu $1000-1500. Shunaqa ajratsak bo'ladi menimcha. Просто ko'p vaziyatlar bo'ladi. Men tanishlarim aytishadi, hozir klientlar ham
SMM ishchilar kelishadi deydi, kurs endi bitirgan. Ziloni hali. Uncha narsa opiti yo'q. Kelishadi-da, $600, $700 so'rashadi deyshadi. Ne. Bizga nimaga unaqa dedingiz? Kurs aytishdi deyshadi. Yo'q. Men buni o'zim ham mentorligim bor, shu aytganimdek 1 yilda 2 marta qilaman. Men har doim ikkita narsaga umuman kafolat bermayman. Bu bilimni qanaqa ishlatishiga va ish topishiga. Chunki men beradigan bilim, men beradigan emas, jammanlik bo'lib ketmasin, u bozorda hamma beriladigan bilim, bu umumiy bilimdan 15-14%. Qolgan 75% muvaffaqiyat protsenti deylik. Mana muvaffaqiyat protsentiga men влиять qilaman, это только 15%, 15%. Qolgan 75% bu harakat, mehnat va sabr. Bo'ldi. Masalan, o'zimni misol qilib olaylik. Men kursda o'qidim. Men o'qigan kurs juda ham поверхностный, juda ham yuzaki kurs bo'lgan, to'g'risi. Chunki men Instagram haqida YouTubedan, rus mediasidan ko'proq olganman bu kursdan. Lekin men bunga rahmat deyman, nimaga bu kursga? Bu kurs menga o'zimga ishonch bergan. Qanaqa ishonch? Mana shunaqa oddiy narsani ham sotsa bo'lar ekan bozorda degan. To'g'risi. Keyin nima bo'lgan? Men rosa ko'p отказ olganman. Men отказ olguncha men bilan o'qigan kursdoshlarim, ya'ni o'sha kursda o'qigan bolalar logistikaga kirib, o'sha jentrov olgan edi. Men hali ham ish topa olmagan edim. Men iyulda bitirgan bo'lsam, ishni dekabrda topganman. 22 yo 26 dekabr men ishga chiqqanman Elmakonga. Вот. Nima demoqchiman? O'qidi, odam o'ziga bir maqsad, o'zi bu narsa kasbga emas, maqsadga bog'liq. Ya'ni mana siz o'zingizga maqsad qo'ydingizmi, nimadir qilaman deb, nima bo'lishidan qat'iy nazar bu narsani siz qilishingiz kerak. Bu sizning xarakteringizga belgilab beradi. Agar sizning xarakteringiz bo'lmasa, siz paprigunchik bo'lasiz. To'g'ri. O'yin bor edi, 2000-yilda paprigun ting qilib, o'tdan o'tga sakrab yuraveradi. Shu narsa bor. Bu yerda yana bitta o'zbekcha zo'r maqol bor, daraxt bitta joyda gullaydi. Bizankilar kommentlarda yozishadi shunaqa paytlarda odam daraxt emas-ku deb. Odam daraxt emas shunaqa. Odam daraxt. Честно. Bitta joyda zo'r gullasangiz bo'ladi. Bizda просто kult bor, что mana bunaqa qilishing kerak, pul bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak, bo'lishi kerak, lekin opit ham bo'lishi kerak. Bu mana kasb taladimi, o'zini ustida ishlab, bitta odam ustozligiga olib yoki katta kompaniyaga ishga kirib yoki o'sha agentstvaga ishga kirib o'zini ustida maksimal ishlasa, bozorda zo'r. Realni mana bizda 2022-yil, hali men 23, 24, 25 dan ko'rmaganman. 2022-yil 4298 ta предприятие registratsiyadan o'tgan. 4298 ta biznes. O'zbekistonning o'zida. Bu 22-yil. Endi 23, 24, 25 nima deb o'ylaysiz? Bu o'sib borgan. Chunki bizda har bitta teshikdan biznes, yakka tadbirkorlik degan narsalar kelib turibdi. To'g'ri. И соответственно, misol uchun siz ham 5-6 ming lishniy pulingiz bo'lsa, biznes haqida o'ylaysiz, to'g'rimi? Men ham o'ylayman. Normal holat. Biznes ochildimi? Biznes ochilgandan keyin o'zi yurmaydi uni. Xolismi, xolamaysizmi, 100 ta biznesdan bitta biznes o'zini sota oladi. Bu yo gumoxonim bo'lishi kerak, yo perashka bo'lishi kerak. Yurib turadigan narsa o'zbek aholisida. U nima qiladi? Marketing qiladi. Marketing qilish uchun kim kerak? SMM kerak, marketolog kerak. Bo'ldi. Matematika oddiy. Nima hozir masalan, mana qanday vaziyat? Kurslarni tiqilib yotibdi, выпускниклар ham ko'p, lekin baribir shu paytda shunaqa vaziyatda ham kompaniyalar aytayapti, SMM ishlar yo'q deyapti. SMM ish bor, yaxshisi yo'q. Men ham shunaqa deyman. SMM ish bor, SMM ish ko'p, lekin yaxshisi yo'q. O'ziga ishongani yo'q. Sabr qila oladiganlari yo'q. Bizda Amerika emas. Bizda har bitta kompaniyada onboarding sistemasi yo'lga qo'yilmagan. To'g'ri. Onboarding sistemani odam o'zi qiladi ko'pincha ishga kirganda. Undan boradi, so'raydi, undan boradi, so'raydi. To есть mana bunaqa narsada bu xuddi bilasizmi, o'smirlik davrida podrostik ota-onasidan xafa bo'ladi-yu, siz menga uni bermagansiz, siz menga buni bermagansiz deb hamma narsada atrofdagilarni ayblaydi-yu. Ishga kirganda ham shunaqada. Sizda ikkita vibor bor. Siz yo atrofdagilarni ayblashingiz mumkin, yo popani bitta joyga qo'yib, o'z ustingizda ishlab, zo'r spetsialist bo'lib ketishingiz mumkin. Bu yerda ham shunaqa narsa. Ya'ni SMM ishchilarning aybi hozir ishga kiryapti, birinchi qilayotgan xatosi собеседование juda ham katta pul so'rayapti. To'g'ri. U birinchi uje qizlar tilida aytganda red flag. Da. Ish beruvchi uchun. Misol uchun men ham
o'zim shu sohada bo'lib turib, maksimalni добрый, mehribon inson bo'lsam ham, mendan kelib bittasi o'zida yo'q skilllarga pul so'rasa, men aytaman, "Chuvak, men bu pulga 3 yilda chiqqanman" deyman-da. Endi bu marazmdagi eshitilishi mumkin, bu haqiqat. To'g'risi. Bu narsani odam qadriga yetib, uruvinga chiqish kerak. Tak вот, hozirgi bo'layotgan xato bu o'sha birinchisi noto'g'ri pozitsiya qo'yilishi o'ziga, mana bunaqa pozitsiyada turgan odam mana bunaqa narsa so'rayapti-da. И, соответственно, klientlarni qochirib yuryapti o'zidan. Ikkinchidan bu mayli ishga kirib oldi deylik amallab. Pozitsiya, ya'ni bir bor, ya'ni men bu ishni qilishim kerak emas degan narsa. Nima deganing qilishing kerak emas. Sen bu ishni qilasan. Sen bu ishni qilishing kerak. Odam yangi kollektivga tushganda o'ziga xuddi mana yangi sinfga kirganingizda, agar siz o'sha guruhda hurmatga e'tibor inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga avtoritet zaslujit qilishingiz kerak. To'g'ri. Qanaqa yo'l bilan bo'lmasin, qanchalik bu gapim grup bo'lmasin, shunaqa. Ya'ni qanaqa yo'l bilan bo'lmasin, siz o'sha yangi ish kollektivingizda o'zingizga hurmat, e'tibor ishlab topishingiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Bu berilgan vazifalarni vaqtida qilish, zo'r qilish va over performance. To'g'ri. Mana over performance bu ujano boyagi gap, ya'ni ko'z yonib turishdan chiqib keladi-da bu. Ko'z yonib turgan odam sizga misol uchun bitta ish bersangiz, uni yo'q dahshat qilib keladi, yo'q undan yana bitta variant chiqarib keladi. Okey, mana bunaqa qilsam ham bo'ladi deydi misol uchun. Mana shunaqa narsa. Mana shu narsani qilsa, любой joyda menimcha uzoqga boradi. Bizanikilar shu hozir birinchidan o'zi ko'z yonmayapti, ikkinchidan katta pul so'rayapti, uchinchi muammo bu kasbga как pul qarayapti. То есть faqat moliyaviy tomonlama qarayapti. Mana bunaqa narsada yana o'zimizni anaqaga misolga qaytamiz. Ko'p misol beraman o'zimizdan. Bir ikkita proyektlarimiz bor, mashhur proyektlar, mana hozir aytdim ularni. Agentlik hisobiga u proyektlardan $200 ham pul qolmaydi. Agentlik hisobiga degani uje bizani Akbar aka bilan cho'ntagimizga marja. Abitimizga ham yetmaydigan pul qoladi bir xil proyektlardan-da. Biz buni ishlaymiz, nimaga? Biz maza qilamiz. Biz bilamiz, что birinchidan bunda natija qilsak, bu proyekt bizga yana boshqa proyekt olib keladi. Ikkinchidan biz o'zimiz protsessdan maza qilamiz. U proyekt bizga kam pul ajratgani bilan puli ko'p-ku, o'zini mashhur proyekt-ku. U именно kontent tomonlama, marketing tomonlama boshqa narsalarga ko'proq pul ajrata oladi. Ya'ni biz o'zimizning fantaziyalarni realizovat qila olamiz o'tda. Bir xil proyektlar bor. Navbat bizga ko'p ajratgan marketingga pul yo'q lekin. Tushunarli. Ya'ni shunaqangi bu kasb fanati bo'lishingiz kerakki, muxlisi bo'lishingiz kerakki, minimalniy summa bersa ham, "Okey, men natija uchun ishlayman, ikkinchi oydan menga pulimni ko'proq qilib berasiz" deydigan pozitsiyada bo'lishingiz kerak. Agar siz birinchi oydan hali hech nima qilmasdan o'zingiz oladigan bo'lsangiz, bu xuddi qiz bola bilan gaplashgandek gapda, to'g'risi. Tasavvur qiling, birinchi uchrashuvga chiqdingiz, to'g'ri qiz chiroyli, o'ziga qaragan, boshqasida, lekin уже сразу o'zini shartlarini qo'yapti. Biz отдельно yashashimiz kerak, men oyizlarga ovqat tayyorlamayman, ertalab turib o'ziz hovli supurasiz degan gaplarni gapiryapti-da. To'g'ri. Hali avtoritet ishlab olmagan, hali bilmaysiz uni. Соответственно, siz uni chopib olasiz, qanchalik zo'r kandidat bo'lmasin. Ishda ham shunaqa SMM ishlayapti, o'ziga shart qo'yyapti hali ishni qilmasdan. Yana bitta qo'shimcha aytib ketmoqchi edim, o'zim tajribamdan chiqib. Masalan, boshida ko'p katta narx aytmaslikni sababi, masalan, kattaroq klient yoki qanaqadir ismi bor klient yoniga borib turib ishga kirsangiz, ish natija ko'rsatsangiz, как freelancer sifatida aytaman hozir, u katta verayatnost bilan sizni ishingizni keyin boshqalarga ham, o'zini tanishiga ham, o'zini krugiga ham tavsiya qiladi. Shunaqa. Menda hozir shunaqa case bo'ldi, xudoga shukr. Birinchi olgan proyektim как eksperimentalniy bo'lgan. Lekin qurilish sohasida, dizayn sohasida imenitida u odam, prям krug ko'p taniydi. O'sha odam hozir rezultat beryapmiz, и уже ko'ryaptiki, uni atrofidagi odamlar, mana shu odamdan rezultat bo'lyapti, ke ishlab ko'ramiz deb, hozir 2-3 ta zaявkalar tushyapti. Как раз o'sha messajni yetkazmoqchiman. Boshida faqat rezultat uchun ishlasa odam har doim по-любому odamlar bir-biriga tavsiya qiladi. O'zini krugiga как minimum 2-3 ta klient keyin уже nativno olib kelib beradi mana shu sizlarni успешный кейсlar demoqchi. Shunaqa bizda baribir o'zbekchilik bizda kuchli, tavsiya bizda kuchli. Tavsiya mana shu kuchli. Bizda mana aytaman, hozir shu paytgacha chiqqan bo'lsa, xudoga shukr hech qaysi mijozga telefon qilib halodni zvonib qilmaganmiz. 2 yil bo'ladi, xudo xolisa. Foyda marketing ishlayotganimizga.
hech qaysi mijozga telefon qilib siz lid qoldiribsiz, bizdan usluga oling demaganmiz shu paytgacha. Hamma mijozimizni o'zi bizaga chiqqan, ya'ni birinchi kontaktni o'zi qilgan. Men yo o'sha Akbarjon akadan sizlarni ko'rdim, yo foyda marketingdan ko'rdim, yo tam meni tanishim chiqadi qanaqadir. И уже u bilan keyin переговор ketadi. Da. Ya'ni hamma klient tavsiya. Hamma klient qaysidir klient olib kelgan bo'ladi, tagiga qarab chiqsiz. Shu mana shu eng nima deydi? Loyalniy auditoriyani olib keladi, chunki sizni уже tanishadi, sizni ishingizni bilishadi. Shunaqa. Уже sizga kelishadi, konkretно. Shunaqa. Просто SMM uchun emas, konkretно siz uchun keladi. Shunaqa. Anaqada hozir просто qanaqa Z avlod dunyo menga должен deb o'ylaydi. Hech kim sizlarga должен emas. To'g'ri, to'g'ri. Oldin berib turib, keyin уже so'rash kerak. Shunaqa. Xo'p, Aziz aka, rahmat kelganingiz uchun. Sizga ham rahmat, mazza qildik. Mana maza qildim. Ko'p stereotiplarni masalan buzib yubordingiz bugungi aytgan gaplaringiz bilan, ko'p misollar, yaxshi misollar keltirdingiz. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Menimcha hozir уже boshimda bir ikkita temalar paydo bo'ldi siz bilan gaplashishga. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi sonlarga ham chaqiramiz. Rahmat kattakon chaqirganingiz uchun. Ishingizda omad.